Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Grox Uz kanalida ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Biz bugungi videomizda shunchaki vijivaniya qilamiz. Bu vijivaniyada bizning maqsadimiz oltin olma yasash bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlashingizni xohlaymiz. Bizni sizlarga surprizimiz ham bor. Biz agar 2000 ta bo'lsak, biz o'zimizni rasmimizni ko'rsatamiz. Qani bo'lmasam videoga ketdik. Videoga like bosib, obuna tugmachalarini bosib qo'yinglar do'stlar. Qani bo'lmasam boshladik. Nima qilamiz, Shilla? Daraxt chopamiz buncha albatta. Bo'ldi, boshladik. Bu videoning ikkinchi qismi 500 ta like'dan so'ng chiqadi. Nezerga o'tamizmi? Nezerga o'tish kerak. Nezerda qizil kalla bo'ladi. Qizil kallada esa sandiqlar bo'ladi. Sandiqlarning ichidan olmos topish ehtimolimiz, oltin topish ehtimolimiz katta bo'ladi. Oltindan biz oltin olmasak bo'ladi. Oltin olmaga 8 ta oltin kerak bo'ladi. Biz shuning uchun oltin topishimiz kerak. Yanimizda sahro bor ekan. Piramida omadimiz kelib piramidadan topsak, u yerdan ham oltin topishimiz mumkin. Ha. Xo'sh do'stlar, mana daraxtni ham topib bo'ldik. Endi bo'lsa nima qilamiz? Shilla? Endi mana bu yerda piramidadan topish kerak. Omadimiz kelib qolsa, avval biz birinchi toshlar bilan kuchaytirishimiz kerak. Mana bu yerda kon bor ekan. Versak bormi? Hol yasayman. Mana bu yerda temir ham bor ekan. Kerak bo'ladi paqirga. Albatta, qochib turing, versakni qo'yaman. Ana. O'rgimchalish. Mana bu yerda jiper. Creeper, qoching. Creeper. Mana bu yerga. Oh, yo'q. Zombilar. Voy, hozir o'lib qoldi. Masalan, mopsiz. Do'stlar, qani ketdik. Oh, yo'q, keling. Temir bor ekan. Kirka, Toshli kirka kerak. Ketdim. Versak mana bu yerdaydi. Bizga ko'mir kerak bo'ladi. Parker uchun. Birinchi toshlarla boraylik. Endi bitta Tosh bilan shug'ullan. tosh bilan kirka. Tosh bilan shug'ullan. Xo'p. Endi kirka yo'q hozir. Qaramlar yeb turing, ko'tak tashlashim kerak. Nechta cho'pak kerak? O'zim yasab beraman. Ishni dedi, tashlab bera oling, o'zim yasab olaman. Xo'p. Hozir. Mana. Rahmat. Temir bilan shug'ullanaman. Men ko'mir bilan. Yo, hozircha temir bilan shug'ullanib turaydi. Yo'q, men shug'ullanyapman. Ko'mir bilan shug'ullan.
obunachilar zo'r galatdan shuncha narsa kaylab chiqdik. Jondan. Shuncha narsa. Menda 11 ta temir bor. Sizdachi? Menda esa 8 ta pishirilgan, 17 ta pishirilmagan temirlar bor. Ketdik. Birinchi rejamiz biz piramida topishimiz kerak do'stlar. Ha, bo'lsa ketdik. Menda oziq-ovqatlar bor ekan, chopib boramiz. To'xtang, mana bu yoqqa keling-da. Nima qilay? Ilmiy tarzga kiring. Kirdim. Verstakni bosing. Bosdim. Qaychini yasang. Bitta. Yasadim. Menga bering-da. Qo'ydi junini olasizmi? Ha, 3 ta bo'ladi, o'zim olaman. bo'ldi. Men oziq-ovqatlarni olib olaman. Mana bunday qilib do'stlar, mana bunday qilsanglar. Bundalar bu safar omadimiz kelmadi, bitta dona berdi. Mana bu yerda ham Yomon qo'y ekan. turibdi. Mana bu yerda qo'y. Mana bu qo'yning holatini qaranglar. Konga tushib ketdim. Qayerga ketyapsiz? Qayerda kon aligindaqa bor? Qo'ymi? Ha. Qo'y mana bu yerda. Lekin vaqt. O, 2 ta berdi. Mana bu yerda yana bitta. 7 ta steak. Bitta berdi. Ketdik yana bu yerga. Nima qilamiz endi? Sahrodan ash piramidani istaymiz. Sahro orqamizda qolib ketdi-ku. Men oziq-ovqat keldim. O yo'q, bitta da o'ltirar ekan. Yordam bering. Hozir. Mana bu yoqqa. O yo'q. Bittasini oling. Yo'q, olindi endi. Qarang menga. Mana buni do'stlar, mana bunday qilamiz. Zo'r yarashdi. Ana. Ye. Qaravoy. Qaravoy. Nima qilamiz endi? Sahroda istaymiz. Sahroda piramidadan topishimiz kerak. Mana bu yoqqa keling. Sizga sovg'a bor. Mana bu yerga turing. Quyonni o'ltirib olay. Bitta o'zim ko'raman. Yo'q, qo'yavering. Xo'p. Keyin ko'rsataman. Yashay makon bilan manaqa sahroda o'rtasida yursanglar, piramida chiqish ehtimoli katta bo'ladi. Ha. O'n yettita steak.
Mayli. Tavuklarni o'ldirib olay. O dip o dip o. Do'stlar, sizlar bilan bugun shilla va pilla bo'ldi. Bu vijivaniyamiz birinchi qismi tugadi, do'stlar. Keyingi qismda biz piramida topishga harakat qilamiz, do'stlar. Keyingi qism 500 sonlikdan so'ng chiqadi. Hammaga xayr, e'tiboringiz uchun rahmat. ikkinchi qismni indinga ko'rasizlar, do'stlar. Agar 500 sonlik bo'lsa, do'stlar, bizga obuna bo'lib videolarimizni kuzatib borsanglar, biz bundan xursand bo'lamiz, do'stlar. Videomizning birinchi qismi tugadi, do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar. keyingi qism 500 sonlikdan so'ng. Bo'ldi.